So'ngra uning uchun o'zi mazammat va quvg'inga duchor bo'lgan holda kiradigan jahannamni joy qilib beramiz. Robbana atina fid dunya hasana deganlar bor. Oyat bor Qur'onda. Parvardigor shu dunyoda yaxshilik bersang bo'ldi dishgan. Yana bir toifa bo'lgan, Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana deganlar bor. Parvardigor bizga dunyoda ham yaxshilik bergan, oxiratda ham yaxshilik berdi degan. Biz o'sha mu'minlarmiz. Ammo shunday toifalar bor, faqat dunyoda beradi deydi. Bu yog'ini qarang. Oyatning davomini qarang. Va man aradal oxirata va sa'a laha sa'yaha. Kim oxiratni istasa va mo'min bo'lgan holida oxiratga loyiq sa'y harakat qilsa, va huwa mu'minun, mo'min bo'lgan holida fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mo'min bo'lgan holida sa'y harakat qilsa, bas unday zotlarning sa'ylari Allohning nazdida maqbul bo'lar. Bitta odam faqat dunyoda ber dedi. Dunyoda bersang bo'ldi dedi. Alloh taolo tezda berib qo'ydi.